Siz hozir bu videoni tomosha qilyapsiz. Demak, siz o'rtacha odamdan ko'proq o'ylaysiz. Va aynan shu narsa sizni ko'proq azob chektiradi. Psixologiyada buni nomi bor. Analiz paralysis. Oddiy odam qilamanmi yo'qmi deb ikkilanmaydi. U shunchaki qiladi. Lekin men va menga o'xshash odamlar miyasida 10 xil ssenariy o'ylab chiqib, natijalarini hisoblab shunaqa qilib vaqtdan yutqizadi. Lekin bu hech kimning kamchiligi emas. Bu shunchaki miyaning himoya mexanizmi. Bu narsa nima degani? Ya'ni ishondingizmi? Aynan shu narsa miyaning himoya mexanizmi deyiladi. Lekin muammo ham asli shunda. Miyamiz xavfdan qochish uchun dasturlangan. Muvaffaqiyatga erishish uchun emas. Shuning uchun aqlli odam ko'p marta yo'q deydi hayotga. Shu uchun ham maktabda yaxshi o'qimagan bolalar kelajakda yaxshi biznesmen bo'lib ketishi mumkin. Nimaga? Sababi ular ishini oxirigacha o'ylamaydi. Joyida ssenariyni o'zgartirib ketadi. Ya'ni oldin harakat qiladi, miyasi bo'lsa sekinroq yetib oladi. Agar siz ham nimadir boshlashga ikkilansangiz, shunchaki boshlang. Harakat boshlanadi, o'ylash esa keyinroq keladi.